Paxtakor tumanida hududlarni obodonlashtirish, aholi uchun zamonaviy turar joylar barpo etish va infratuzilmani rivojlantirish ishlari izchil davom ettirilmoqda. Tuman hokimi Buyuk Ipak yo'li mahallasida qurilayotgan ko'p qavatli uylar hududida bo'lib, pudrat tashkilotlari va yangi xonadon sohiblari bilan suhbatlashdi. Suhbat davomida qurilish jarayonlarida mahalliy mehnat resurslaridan samarali foydalanish, mehnat xavfsizligini qoidalariga qat'iy rioya etish hamda shaharsozlik me'yorlariga mos, sifatli va qulay uy-joylar barpo etish masalalari muhokama qilindi. Shu bilan birga, Paxtakor tumanidagi barcha mahallalarda tozalash va obodonlashtirish ishlari tizimli ravishda amalga oshirilmoqda. Bu esa hudud qiyofasini yanada chiroyli, zamonaviy va yashashga qulay ko'rinishga keltirishga xizmat qilmoqda. Mingchinor mahallasida faoliyat yuritayotgan Mahalla servis mas'uliyati cheklangan jamiyati mas'uli Ilhom O'rozov bu borada quyidagicha fikr bildirdi. Obodlik va tozalik bu bizning yuzimiz. Har bir mahalla, har bir ko'cha ozoda va tartibli bo'lishi bizning burchimizdir. Servis kompaniyasi 2024-yil avgust oyidan boshlab o'z faoliyatini yuritib boshladi. Hozirgi kunda mahallamizda obodonlashtirish va ko'zlanish ishlariga bevosita qarashib kelmoqda. Unda 11 turdagi texnikalarni bilan ta'minlangan. Hozirgi kunda mahallamizdagi barcha ko'chalarimiz obodonlash ishlari olib borilmoqda. Shunda mahallamizda servis kompaniyasining mini skuterlari xizmatda. Ko'p qavatli uylarda hozirgi kunda ko'p qavatli uylarda oldidagi uyilib qolgan chiqindilar, ariqlarni tozalash bo'yicha uyushqoqlik bilan aholimiz o'rtasida hasharlar tashkil qilib kelinmoqda. Shu kunga qadar mahallamizda 5395 ta aholi bo'lib, 1165 ta xonadondan iborat. Shundan 14 ta ko'p qavatli uylar, unda 168 ta xonadon mavjud. Ko'p qavatli uylar atrofidagi yig'ilib qolgan chiqindi va barglardan xazonlar tozalash ishlari hozirgi kunda jadal ravishda tozalanib, aholini ko'magi bilan tozalanib borilmoqda. Paxtakor tumanida amalga oshirilayotgan bu kabi ishlar aholi turmush darajasini oshirish, hudud infratuzilmasini zamon talablariga moslashtirish yo'lida muhim qadam bo'lib xizmat qilmoqda.